Subsidiya xabarnomangiz hamda taxminan 10 ming dollar atrofida pulingiz bo'ladigan bo'lsa, yangi Namangan shaharchasidan tayyor kadastrga ta'mirlangan xonadonlarni tavsiya qilamiz. Keng lift bilan jihozlangan ushbu novostroykamizda oldindan reklama qilgandik hamda hozirda 3 xil kvadraturaga ega 15 dan ozgina oshiqroq xonadon qolgan ekan. Xolos, o'shaning uchun hozir sizga ko'rsatib boraman qanaqa tuzilishda bo'lishini. Bu 69 metr kvadratli xonadonimiz, ya'ni 71 hamda 66 kvadratlilari bor. Eshikdan kirganimizda mana bu yerda sanuzullarimizni planirovka qilishgan, alohida qilib joylashtirilgan ekan. Keyingina mana shunaqa hol qismimiz ham bor. Bu yerga divanni o'rnatsangiz ham bo'laveradi. Prixoshka mebelini ham qo'shimchasiga bonus sifatida o'rnatib berishadi. Mana shunaqangi prixoshka mebeli ham mavjud. Bu esa asosiy mehmonxona. Mehmonxonamiz keyingidan ko'rib turibsiz. Xohlasangiz kattaroq yotoqxona sifatida ham foydalansangiz bo'laveradi. Bu yo'q o'zingiz dedingizdan kelib chiqqan holatda aboylargacha hammasi o'rnatib qo'yilgan. Navbatdagi ko'radigan xonamiz, ikkinchi xonamiz. Buni xohlasangiz mehmonxona yoki kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'laveradi. Navbatdagi ko'radigan qismimiz uyimizning balkoni, orqa tomonda bolalar uchun mo'ljallangan maydoncha, o'tirish uchun mo'ljallangan qismi ham bor ekan. Xonadonimizda ayrim narsalarni siz olaman deganingizdan keyin sirrada o'rnatib berishadi. Bu batareya registrlari, oshxona mebellari, ya'ni bug' tortadigani, alohida gaz plitasi, rakvinalargacha hammasi o'rnatilgan holatda bo'ladi. Oshxona mebellaridan ham ko'rib turibsiz, zamonaviy, tayyor holatda. Qolgan 66 hamda 71 metr kvadratli xonadonlar ham deyarli shu bilan bir xil planirovkada bo'ladi. 15 dan ozgina ko'proq bo'lgan ushbu kvartiralarni sotib olish uchun pastdagi raqamga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Aytib o'tgandek kadastr hujjatlari tayyor, oladigan kuningiz o'zida oformleni qilib beriladi.